Yo, hammaga assalomu alaykum. Free Fire'chilar qandaysizlar? Yaxshimisizlar? Kayfiyatlar sog'mi? Hammasi chotgimi? Do'stlar, bugungi videoda biz Free Fire'ga to'g'ri nastroyka qilishni o'rganamiz do'stlar. Ko'p odam to'g'ri nastroyka qilishni bilmas ekan. Shuning uchun bugungi videoda Free Fire'ga to'g'ri nastroyka qilishni o'rganamiz do'stlar. Sizlar videoga like bosib, kanalga obuna bo'lgan bo'lsanglar, men bugungi videoni boshladim. Xo'sh do'stlar, bizlarga birinchi navbatda trenirovka kartkasi kerak bo'ladi. Trenirovka kartkasiga start beramiz. Nega trenirovka kartkasiga kirishimizdan sabab bu narsalarni o'zingizlarga to'g'rilab olishinglar kerak bo'ladi. Birinchi navbatda bu orujani tashlashimiz kerak bo'ladi va men bugungi videoda do'stlar sizlarga Yumpi Deagle Dravash orujasiga nastroykani o'rgatib o'taman. Sababi ko'p odam SNSda do'stlari bilan o'ynaganda Yumpi Deagle Dravash orujasida o'ynaydi do'stlar. O'zinglar men ko'rsatgan nastroykaga qarab o'zinglar xulosa chiqarib olishinglar kerak bo'ladi. Birinchi navbatda biz nastroykaga kirib olib obzor degan narsani to'g'rilab olishimiz kerak bo'ladi. Obzor degan narsa bu do'stlar, obzor degan narsa bu hozir aytib o'taman. Obzor degan narsa bu telefonimizni ekranini silliqligi, ya'ni tepaga, pastga, o'ngga, chapga degandagidek obzor degan narsa shu narsa do'stlar. Bu narsani biz hozir 0 ga qo'yib o'ynab ko'raman. Ko'rishinglar mumkin. Ekranim juda ham qiyin bo'lib qoldi. Masalan, men ortga qarab yurgan bo'lsam, ortimga qarab, masalan, ochishim uchun 2-3 marta qimirlatishim kerak bo'lib qoldi ekranni. Shuning uchun do'stlar, obzorda ekranlarni silliqligiga qarab 200 yoki ekranlar silliq bo'ladigan bo'lsa 100-100 lik atrofiga qo'yishinglar kerak bo'ladi. Meni ekranim silliq emas, shuning uchun 200 ga qo'yib o'ynayman do'stlar. Sizlarning ekraninglar silliq bo'lsa 100-100 lik 200 atrofida qo'yishinglar mumkin. Men 100 ga qo'yib o'ynab ko'rsatmoqchiman shular uchun. Mana sariq ko'payib ketdi do'stlar. Shuning uchun albatta ekraninglarni silliqligiga qarab o'zingizlarga moslab olinglar. Men 200 ga qo'yib o'ynashni o'zimga yaxshi, xolos 200 ga qo'yib o'ynashim o'zimga yaxshi ko'rishinglar mumkin. Headshot uchishi ham yaxshilashdi do'stlar. Shunaqa qilib o'zingizlarga nastroyka qurib olsanglar bo'ladi. Mana do'stlar, sariq boyagidan ko'ra kamaydi deb o'ylayman. Endi keyingi qiladigan narsamiz do'stlar, mana uzoqdan Yumpida do'stlar ko'p odam mana taqalib otish kerak emas. Yumpida mana bo'limini oraliqni saqlash kerak. Mana o'rta oraliqda saqlash kerak. Shu paytda headshot uchishi yaxshiroq bo'ladi. Nisbatan Yumpiga nisbatan aytilganda Yumpida juda ham tig'iz yoki yaqin saqlash kerak emas. Do'stlar, bu yerda do'stlar kalimator degan narsa bor. Kalimator degan narsa do'stlar, mana atadigan knopkamiz bor-ku, mana u. Shuni tepaga ko'tarilishi do'stlar, silliqligi, xolos atadigan knopkamizni silliqligi bo'lib hisoblanadi. Bu ham ekraninglarni silliq yoki silliq emasligiga qarab bog'liq bo'ladi do'stlar. Shuningdek, buni ham o'zlaringlar qo'yib olishinglar mumkin bo'ladi. Men bu narsani ham 200 ga qo'yaman. Ekranim silliq emas, bu aytganimdek, mayli, sizlar uchun 100 ga qo'yib o'ynab ko'rsataman do'stlar. Mana ko'rishinglar mumkin. Ko'pchilik odamlarda tepaga qarab ketib qolaveradi shu otadigan nima, o'rtadagi dumaloq. Shuning uchun silliq bo'lsa, shuni 100-100 lik atrofiga qo'yib o'ynashni maslahat beraman. Mening ekranim silliq emas, shuning uchun 200 ga qo'yib o'ynayman do'stlar. Keyingi narsa bu 2x pritsel. Bu 2x pritsel pritsel tortganda kerak bo'ladi. Bu 4x pritsel AFM uchun, qolganlari sizlarga kerak emas do'stlar. Bu AFMchilar uchun. Glavniy obzor kalimator 2x pritselni bilib olsanglar bo'ldi do'stlar. Qolgan narsalar bizga kerak emas do'stlar. O'zinglar keyinchalik qo'yib olsanglar kerak bo'ladi. Keyingi aytadigan narsam do'stlar, bu keyingi aytadigan narsa bu hozir ko'rasizlar, yaxshi uchyapti, bo'limini bo'lyapti, uchishi bo'limini yaxshi bo'lyapti do'stlar. Mana ko'rishinglar mumkin. Mana
hozir tepaga ketib qoladi ko'pchilik hollarda. Boya ko'rishingiz mumkin, tepaga ketib qoladi ko'pchilik hollarda do'stlar. Shuni oldini olish uchun men sizlarga 100 150 atrofiga qo'yiladi deb aytdim do'stlar. Keyin nimaga keladigan bo'lsak, otadigan knopkani to'g'ri emas, aylantirib ko'tarishni maslahat beraman. Birovlar bor to'g'riga ko'taradi. Bu narsa noto'g'ri do'stlar. Aylantirib ko'tarishni maslahat beraman. Mana aylantirib ko'targanda ham yaxshiroq hech o'tyapti, ya'ni tegyapti. Ya'ni otadigan knopkani o'ng tarafga sal tortib va keyin tepaga ko'tarishni maslahat beraman do'stlar. Shunda headshot uchish foizi yanada yaxshiroq bo'ladi. To'g'ri tepaga ko'targandan ko'ra do'stlar. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana aylantirib ko'taryapman. Ko'rishingiz mumkin do'stlar. Mana ko'rishingiz mumkin, o'zingizlar ham ko'rib guvohi bo'lib turibsizlar. Birovlar bor, anaqa to'g'riga ko'taradi, faqat to'g'riga ko'taradi. Unaqasi bo'lmaydi do'stlar. Mana o'tadigan knopkani har doim chap tarafga, mana dumaloq narsani har doim chap tarafdan olgan yaxshi. Sababi o'ng tarafdan olgan paytimizda do'stlar, o'ng tarafdan olgan paytimizda boshimiz to'sib qoladi do'stlar. Shuning uchun chap tarafdan olganimiz ma'qul. O'tadigan knopkani do'stlar. Ko'pchilik o'yinchi igroklarimiz chap tarafdan oladi va ular ham bilishadi, чтобы chap tarafdan olsa yaxshiroq hechut uchishini va o'yinchining igrokning boshi to'sib qolmasligini ular ham yaxshi bilishadi do'stlar. Shuni ham sizlarga o'rgatib o'tmoqchiman do'stlar. Mana UMP bilan ham ko'rishlar mumkin. Mana hechut uchyapti. Normal bo'limini hechut uchyapti do'stlar. Mana hechut uchyapti. Mana ko'rishingiz mumkin, hechut uchyapti do'stlar. Mana o'zlaring guvoh bo'lib turibsizlar. Men yana bir narsa do'stlar, mana shu birinchidagi birinchi bu mana 3 ta narsa. Birinchi, mana ikkinchisi bu pritselga, birinchisi bu do'stlar, ana chap tarafga otgan paytinglarda o'zi pritsellaveradi. Ikkinchisi pritselga, uchinchisi polni kontrol. Polni kontrol bu bo'lmaydi do'stlar, umuman. Birinchisi mana ko'rishingiz mumkin. Chap tarafdan olyapman. O'zi odamga to'g'rilab beryapti, o'zi pritselni o'zi odamga to'g'rilab beryapti mana. Mana ko'rishingizni ko'rsataman mana. O'zi odamga to'g'rilab beryapti do'stlar. Shu narsa bu. Birinchisi shu narsadan iborat. Bu ko'proq hamma youtuberlar shu narsada o'ynaydi. Hamma youtuber, streamerlar shu narsada o'ynaydi. Obshi hamma Free Fire'chilar desam ham bo'ladi do'stlar. Xo'sh. Mana ko'rishingiz mumkin, o'zi pritsel tortib beryapti do'stlar. Mana ikkinchi narsamiz do'stlar, bu dasturkadagi mana shu ikkinchi narsamiz bu boya aytganimdek pritsel tortib bermaydi o'zi. Mana aytganimdek mana pritsel tortib beradi, lekin snayperchilarga bu, ya'ni tashqaridan snaypersiz otganda pritsel tortib beradi o'zi. Snayper bilan otganda, masalan, mana pritsel bilan otganda pritsel tortib bermaydi. Yo'q. Voобще qizil narsa yo'q, o'zi tortib bermaydi. O'zing olib borib otmaguningcha bu qizil narsa senga pritsel tortib bermaydi, lekin bir-ikki odamlar, bitta youtuberni taniyman, shu nimada o'ynaydi, to'lka pritselda o'ynaydi, shu narsaga qo'yib. Bu tashqaridan o'zi pritsel tortib beradi, lekin ichkarini tortib bermaydi do'stlar. Uchinchi narsa bu polni kontrol. Polni kontrolda menimcha hech kim o'ynamasa kerak. Polni kontrol degani bu o'zing to'g'rilab otmaguningcha hech narsa senga pritsel tortib bermaydi. To o'zing qachon to'g'rilab otasan, shu paytda atteshkang tegadi, ya'ni hechut uchish foizing tegadi. Ko'pchilik men sizlarga maslahat beraman, mana shu bir yoki ikkiga qo'yib o'ynashinglarni, uchinchiga qo'yib o'ynashinglarni maslahat bermayman, chunki bu juda ham qiyin bo'lib ketadi. Uchinchiga qo'yib o'ynasanglar, men o'zim ham birinchiga qo'yib o'ynayman ko'pincha. Do'stlar, bu narsalar sizlarga kerak emas. Xo'sh, o'zingizlar bilib olasizlar. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana sizlar do'stlar yaqindan otmang, boyaga aytganimdek
uzoq bo'ling, meni masofa saqlab ochinglar. Deagle'da ham ko'rishinglar mumkin. O'zi pritsillab beryapti. Do'stlar, bugungi video sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, videoga bitta like bosib, kanalga obuna bo'lib ketish esingizdan chiqmasin. Men o'z bilganlarim bilan sizlarga ulashdim. Sizlar ham o'z bilgan narsalaringiz bilan shu videoni tashlab ulashib ketsangiz, do'stlaringiz ham bilib o'tiradi inshaalloh. Mana ko'rishinglar mumkin, nastroykalarni barchasini ko'rsatdim. Do'stlar. Mana ko'rishinglar mumkin. Do'stlaringizga ulashib qo'ysangiz, do'stlaringiz ham shu narsalardan bilib xabardor bo'lib o'tiradi. Do'stlar, men sizlarga bilgan narsalarimni o'rgatdim, bilmagan narsalaringizni, ya'ni o'rtoqlaringizga ham o'rgatib turing do'stlar. Mana shulardan iborat. Birovlardan pullik nastroyka sotib olishni o'rniga mana shunaqa o'zingiz nastroyka qurib olsangiz yaxshiroq bo'ladi. O'zingiz nastroyka qurib olsangiz ham ishonchli bo'ladi, ham hamyonbop. Do'stlar, men sizlar bilan xayrlashmayman, aksincha ko'rishguncha deb qolaman. Ko'rishguncha sog', salomat bo'linglar.